Uy tozalashdan charchyapsizmi? Mebel va gilam yuvishdan qiynalyapsizmi? Xonangizni havosi sizni qoniqtirmayaptimi? Oilangizda allergiyaga chalinganlar bormi? Unda buni yechimi bor. Sizlarga Roboklin ko'p funksiyali pылесосni tavsiya etaman. Roboklin ko'p funksiyali pылесоsi Aure kompaniyasi tomonidan taqdim etilyapti. Uni nasatkalari juda ham ko'p bo'lib, mebellarni tozalashda, gilamlarni yuvishda, uy havosini tozalashda ham ishlatiladi. Videoni diqqat bilan ko'rsangiz ko'rinadi, qanday toza suvni olib, mana havodan so'rg'ib oladigan changlar bilan aralashtirib, ularni yo'q qilib yuboradi. Changni so'rilishi. Mana e'tibor bering, changni qanday so'rib olishi ko'rsatilyapti. Mana bu esa mana changni qanday qilib suvga aralashtirgani, toza havo deb turilgan narsadan chiqqan mana shuncha musorlar. U boshqaruv pultiga ham ega, u bilan bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana e'tibor bering, juda ham toza bo'lib ko'rinib turgan ko'rpachadan chiqadigan changlar, musorlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana qarang, suvni aftiga qarang, qanday toza suvdan shunday narsa bo'ldi. Bu esa nasatkalari. Mana bu yuvuvchi moslamalari. E'tibor bering, mana tuxumni olib chaqqib, qolinga gilamga to'shab yoyib taxladik. Endi mana shuni qani ko'ramiz, izi qolarmi yo qolmasmi? Olib yuvib, quritib, hammasini tayyorlab beradi. U 10 yillik kafolatga ham egadir. Uni foizsiz 8 oydan 12 oygacha bo'lish imkoniyati ham bor. Hozir aksiya davrida unga qo'shimcha ravishda sovg'alari ham bor. Ko'rsatilgan nomerga qo'ng'iroq qiling, sizga esa batafsil tushuntirishadi.